Yuzelardan voz kechish. Biz zodiakni qog'ozdagi oddiy 12 ta belgi deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Ammo osmon bu jonli tizim. Aslida Quyosh o'zining 1 yillik ekliptika bo'ylab sayohatida 13 ta burch chegarasini kesib o'tishi haqida aytib o'tdim oldingi roliklarimda. Ha, o'sha shov-shuvlarga sabab bo'lgan ilon tashuvchisi Zmeya-Nosets burji. Bu shunchaki to'qima emas, balki astronomik fakt. Xo'sh, bu bizning hayotimizda nimani anglatadi? Burjlar shunchaki yulduzlardan iborat rasmlar emas. Ular ulkan energiya filtrlaridir. Tasavvur qiling, Quyosh bu sof oq nur. Burjlar esa rangli shishalar, vitrajlar. Quyosh nuri har bir burj orqali o'tganda o'ziga xos rang, chastota va xarakter kasb etadi. 13-burj haqida gapirganimizda biz dunyo manzarasi biz o'ylagandan ko'ra murakkabroq va kengroq ekanligini tan olamiz. Millionlab kilometr uzoqlikdagi yulduzning nuri va bizning bugungi kayfiyatimiz o'rtasida qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin? Fizikada kvant chigalligi, qadimiy falsafada esa butunlik prinsipi degan tushunchalar bor. Biz shunchaki sayyorada yashayotgan mehmon emasmiz. Biz yagona elektromagnit va gravitatsiya tarmog'ining bir qismimiz. Har bir burj bu ma'lum bir ritm va arxetipdir. Bu xuddi ruhiyatimiz uchun fasllar almashuvi kabidir. Bu shunday sikllarki, ular bizga qachon harakat qilish, qachon esa sukut saqlash kerakligini sezdiradi. Inson va yulduzlar bog'liqligi bu qismatga ko'r-ko'rona ishonish emas. Yulduzlar bizni nimagadir majburlamaydi. Ular kosmik ob-havoni belgilaydi. Agar ko'chada yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, biz ho'l bo'lishimiz yoki qo'limizga soyabon olib o'zimizni asrashimiz mumkin. 13 ta burjni bilish bu bizning shaxsiy ob-havo ma'lumoti bo'lib, ichimizdagi bo'ron yoki quyoshli kunlar sababini tushunishga yordam beradi. Ilon tashuvchining roli va transformatsiya. Nima uchun aynan 13? Bu raqam azaldan o'zgarish va yangilanish ramzi bo'lib kelgan. Ilon tashuvchi burji chayon hamda o'q otar burjlari tutashgan joyda qayta tug'ilish nuqtasida turadi. Bu har birimizga inson doimiy harakatdagi va rivojlanayotgan mavjudot ekanligini eslatadi. Bu belgilarning hayotimizdagi roli biz uchun ko'zgu bo'lishdir. Ular bizga o'zimizdagi yashirin qirralarni ko'rishga ko'maklashadi. Yetakchilik, intuitsiya, iroda va kerak bo'lsa voz kechish qobiliyati. Bularning hammasi bizning DNKda bor. Yulduzli ritmi esa kerakli vaqtda bu hislarni uyg'otadi. Biz ular bilan uyqu siklimiz, gormonal ritmlarimiz va hatto ichki sezgimiz orqali bog'lanamiz. 13 ta burj bu bizning ichki salohiyatimizni xaritasidir. Bu bizning koinotdagi kichik bir zarra emas, balki uning buyuk muhandislik loyihasining muhim bo'lagi ekanligimizni anglatadi. Bu bog'liqlikni aniqlash bizga kuch beradi. Osmon mexanikasi qoidalarini tushunganimizda biz vaziyatlar bilan kurashishni to'xtatib, ularning energiyasidan foydalanishni boshlaymiz. Gravitatsiya va ekliptika bo'ylab sayohatimiz deyarli nihoyasiga yetdi, ammo bizning yulduzlar aro shaxsiy sayohatimiz endi boshlanyapti. O'z ichki ritmingizga quloq soling. U kosmos bilan hamohang jaranglaydi. Bu orada har kimga taklifim: agarda kimda kim o'zining haqiqiy burj belgilarini real osmonga ko'ra, ya'ni haqiqiy osmon hisobiga ko'ra haqiqiy burjini bilmoqchi bo'lsa, o'zimning astroplatforma.chingiza.com saytimga taklif qilaman. U yerda siz albatta haqiqiy burjingizni bilib olasiz. Bundan tashqari juda ko'p boshqa ma'lumotlaringizni ham o'rganib olasiz. Sizlarga aytadigan yangiliklarim hali ko'p. Davomi keyingi qismlarda.